Ayollar aytadi, ishonasizmi deydi. Uyda ish qilgim kelmaydi deydi. Hatto deydi, yuvinib sochimni taragim kelmaydi. Ko'pchilik depressiya borligini o'zida his qilmaydi, ya'ni oddiy holat deb qabul qiladi. Lekin mana depressiyaning belgilari bor. Mana birinchi belgisi o'sha aytganimiz negativ fikrlar. Ya'ni hamma narsani yomon tarafini ko'rish depressiyaning belgilaridan bittasi. Ikkinchisi tushkun kayfiyat. Harakatga bo'lgan motivatsiyani so'nish. Dangasa bo'lib qoldim deydi. Mana ayollar aytadi, ishonasizmi deydi. Uyda ish qilgim kelmaydi deydi. Hatto deydi, yuvinib sochimni taragim kelmaydi. Shunaqa darajada dangasa bo'lib qoldim deydi. Ya'ni qani, hech narsa qilgisi kelmaydi. Keyin yig'loqlik. Sal narsaga xo'rligi kelib yig'laveradi. Sal narsaga emotsiyalari oshib ketaveradi. Ya'ni ana shu emotsiyasi ham pozitiv bo'lmaydi, kam kuladi, ko'p yig'laydi. Keyin undan tashqari depressiyaning yana bitta anaqalardan bittasi odamlar bilan muloqot qilish kamayadi. Ya'ni odamlarga qo'shilgisi, to'ylarga borgisi kelmay qoladi. Shu bitta joyga chaqirsa, iloji bo'lsa uni chaqirmasa, shu qo'y, bormay qo'ya qolib, ming xil bahona qiladi shu bormaslik uchun. Masalan, oldin to'yga chaqirishardi, xursand bo'lib ketardi. Masalan, juma kuni to'y deb, seshanba kuni esa eyforiyada yurardim. Voy, juma kuni to'yga boraman inshaalloh deb deydi. Hozir chaqirsa, "Mani etmasa ham mayli" deydi shu. Borgisi kelmaydi. Naborib juma yaqinlashgan sari qanaqa bahona qilsam ekan, nima qilsam ekan bahona deb qochadi. Ana shu ham depressiyaning belgilari bo'ladi. Depressiyaning belgilari juda ko'p.